Xazarız, Xanka, Bağatdan bizəni görədanlar barmı? Şəhərdə yaşayanlar üçün bir yaxşı, arzan təklifimiz var. Xanka tərəfdən gəlişdə şəhərə girəvəşizdə 10 qolla Xuma toyxana var. Xuma toyxananın doğrusunda 4 qavatlı binanın 2-ci qavatında 77 metr kvadrat bo'lgan 3 xonalı kvartira satışa çıxdı. Əldindən aytib ötəmən, subsidiyaga chiqmaydi. Bugungi kunda şəhərdə biləsiz, 1 kvadrat metr üçün korobka kvartiraların narxı 6 milyon, 6,5 milyon ətrafında. Mən sizə bu kvartiranı 5 milyon 200 min so'mdan təklif qilaman. Danış, bilish, do'stlaringlarga yetib turing. Men sizə bo'lsa kvartirani ichandan bir qator obzor qilib beraman. Qarang, bu yerda dükkan, ban tarafı dükkan. Podeza bo'lsa o'rtadan girasiz. Podeza qarang, oyoq tiylari mramor, devorlar ham o'zgacha uslubda. 7 dakikada göremiz. İkinci etaja çıktık. Qarang, her etajda 2 tane kvartira var. 1, 2, 3, 4 tane. E'tibor eting, oyoq tiylari ponni, mramor qilingan, devorlar esa trafeti bilan chiroyli ishlov berilgan. Menga yoqqan yeri eshiklar ham xaltura eshik qo'yilmagan. Yani Taxtabozorda sotib turgan bir odam go'dalikdan 100 dollarlik 1 million so'mlik eshiklar bor-ku, ulardan emas. Sisin original narsa ishlatilgan. Qarang, u yerga girasiz, girishingiz bilan koridor. Ishlattirib, shkaf o'tib bersangiz, moshni garderobingiz bo'lib turaveradi. Ban tarafda esa sanuzul hojatxona uchun joy tashab ketilgan. Banda bo'lsa oshxona. Gaz, suv, svet hamma narsasi girib turibdi. Gaz yana bunda turibdi. Ban tarafda 3 tane xonasi bor. Bu birinchi xonasi. Qarang, uy plita bilan bosilgan, samosaboy pishgan kabushdan qurilgan. Buni spalnya aytasiz, detskiy spalnya desangiz ham zo'r razmer. Endi bu tarafda bo'lsa kattalar uchun yotoqxona desangiz bo'ladi bu yerda. Kattaroq, объемныйroq xona. 2 dona oynasi ham bor. Skvoznoy bo'lib duraveradi. Endi bu tarafda esa zol. Zol uchun menimcha zo'r joy. Noda bo'lasiz, narxini arziydimi? Kommentariyada albatta fikringizni bildirib keting. Muborak bo'lsin. Like bosish yoddan chiqmasin.